qiz tug'may o'layman. Qariganimda shu isnot ham bormidi boshimda. Sajda xola ro'molning uchi bilan ko'z yoshlarini artib, yerdan bosh ko'tarmay gapirardi. Bilmasam xudo, kelindan shuni kutmagandik biz ham. 3 ta bolasi bor. Nahotki 3 bolang ham ko'z oldinga kelmadi, deyman. O'tirgan joylarim bilan kuyib, kulmi ko'kka sovrilib. Yana bir og'iz kechirim ham so'ramaydi. Odamni aqldan adashtirmasin ekanda. Xudasining gaplari shundoq ham ezilayotgan yuragiga xanjardek botib, Sajda xola izillab yig'lab yubordi. Akalari o'ldiramiz. Bizga bunday singilning keragi yo'q deyishyapti. O'sha gaplar chiqqanidan keyin dadasining qon bosimlari ko'tarilib, bir tomonlari ishlamay qolganidan xabaringiz bor. Nima qilay? Qonimizda bundaylar yo'q edi-ku. Qaysi gunohlarim uchun bu kunlarga qoldiman? Xudo bo'lmish, qudag'ay xotinning zorillashidan o'ksinib ketdi. Ona bu yoqishda nima? Qaysi ona farzandidan notinch bo'lishni, bolasining oilasi buzilib, sarson bo'lishini istaydi? Hech biri. Yoshlarda tavfiq bo'lmasa, kattalarda nima? Ko'nglidan shu gaplar kechib Sajda xolaga xayrixoh tikildi. Xudo, ular ajrashmaydi. Hozir bu sharmandalikni o'zaro ikki xonadon bilamiz. Yopiqliq qozonni yopiqligicha qoldirish ham o'zimizning qo'lda. Men bu yerda faqat nevaralarimning taqdirini o'ylayapman. Qudasini kuzatib qaytgach ham Sajda xolaning ko'z yoshlari tinmadi. Idishga qaynatib sovutilgan suv solib, erining dorilarini ichirish uchun ichkariga kirib ketdi. Ajrashaman dedi. Qanday qilib menga xiyonat qilgan xotin bilan yashayman? Hayot odamga bir marta beriladi. Shuhrat alam bilan qo'llarini musht tutdi. Seni yaxshi tushunib turibman o'g'lim, lekin bir emas 3 ta bolang bor axir. Erkak kishining g'ururi farzandlaridir. Erta bir kun farzandlaring o'ksinib yurganini ko'rsang, pushaymon qilmaysanmi bolam? Agar ajrashmasang, bu sirni hech kim bilmaydi. Ajrashadigan bo'lsang, siring ochilib, sha'ning toptaladi o'g'lim. Shodiyor aka o'zini o'rtayotgan og'riqli o'yini o'g'liga tushuntirganicha ming bir azobni boshdan kechirdi. Shuhrat yalt etib dadasiga qaradi. Dadajon, axir u kallasiga kelgan gapni aytmoqqa og'iz juftladi-yu, negadir o'zini to'xtatdi. Ko'ngilni qanday aldayman dadajon? Xiyonatkor xotin bilan bir tom ostida yashash, bir uyga kirib chiqishning o'zi bo'ladimi? Shuhrat keyingi gaplarni past, iztirobli tovushda aytdi. Shavkat aka o'g'lining ham ajrashgisi yo'qligini payqab, biroz taskin topganday bo'ldi. Ammo kelini ham xatosini anglab, uzr so'rab kelarmikan? Xotin degani ham yanglish qaltis qadam bosib, yana qaysarlik qilib turib olsa. Odamlarga nima bo'lgan o'zi? Shuhrat Layloni talabalikning birinchi kunlaridayoq yoqtirib qolgandi. Gapirganda kishi ko'ziga tik qaramaydigan. Biror gap so'rasangiz, uzun, oppoq barmoqlarini o'ynab, yonoqlariga qizillik yugurib, iymanibgina so'zlaydigan qizni kuzatib yurib, 2-kursni bitirar arafada unga ko'nglini ochdi. Qizning ham yigitga moyilligi bor ekanmi? Shuhratning izhorlarini jilmayib qo'yish bilan qabul qilgan bo'ldi. Sevgi to'la kunlar, ahd-u paymon, sog'inch, rashk va muhabbat rishtalari kundan kunga bir-biridan kuch olib, tahsildan keyin munosabatlarni nikoh bilan mustahkamladilar. To'ydan keyin Shuhrat ish taqozosi bilan tez-tez xizmat safarlariga borib turar. Laylo kelinlik, rafiqalik xizmatidan oshinib, egallagan kasbi bo'yicha ishlay olmadi ham. Shuhrat ba'zida o'smoqchilab rafiqasidan ishlamayotgani uchun o'ksinmayotganini so'rasa, Laylo jilmayib, oldin rafiqalik burchimni, kelinlik vazifamni, onalik kasbimni qoyillatib bajarishni o'rganay, ana undan keyin o'qigan soham bo'yicha ishlarman degan. Shu birin-ketin tug'ilgan bolalar uy ro'zg'or ishlariga ko'milib qolib, ish ham diplomi ham esidan chiqib ketdi. Hammasi bir tekisda ajoyib kechayotgandi. Nimadir bo'lib, baxtli oilaning musaffo osmoniga qora bulut ko'lanka soldi. Qora bulutki,
xonadon sha'niga bir umrga soya soladigan, isnodi boshini egib, yuzni qora qiladigan. Oyijon, hech bo'lmasa siz menga ishoning. Men xiyonatkor emasman. Vijdonim toza mening. Laylo zo'r berib onasiga gap uqtirishga urinardi. Sajda xola xo'ngragancha yig'lab yubordi. Vijdoning toza bo'lsa, pokligingni isbotlaginda uyingga borib o'tir. Bolalaringni sarson qilma. Bevalikning qiyinchiligi qursin. Axir qaynotang bir necha marta keldi-ku, yana nima kerak senga? Oyijon bilan Shuhrat aka menga ishonishmayapti. Go'yoki men xiyonatkorman. Go'yoki men boshqa erkak bilan don olishyapman. Biz qaysi zamonda yashayapmiz, oyijon? Nahotki erkak bilan ayol do'stona munosabatda bo'la olmasa? Xo'sh, sinfdoshim bilan do'stona gaplashsam, uchrashsam, buning nimasi yomon? Shunga shuncha vahima qilish kerakmi? Ona qizining gaplariga toqat qila olmay qoldi. Uyat emasmi bolam? Men do'stona uchrashyapman. Uchrashsam nima bo'libdi deyishingning o'zi sharmisorlik emasmi, qizim? Shu bir og'iz gaping bilan xiyonatingni tan olyapsan-ku. Biz o'zbek ayolimiz, qizim, musulmonmiz. Biz uchun bir paytlari birga o'qigan sinfdosh yigit tugul, hatto erimizning yaqin qarindoshlari ham bizga nomahram sanaladi. Nomahram ayol bilan nomahram erkakning xufiyona uchrashuvi zinoga eltadi. Sen shu gaplaringni o'ylab gapiryapsanmi o'zi? Ering yo'qligida undan beruxsat, beso'roq allaqayoqdagi sinfdoshing bilan uchrashib yurib, seningcha xiyonatga kirmaydimi? Layloya, qizginama, shunday chiroyli baxtingga o'zing dars ketkazib o'tiribsan. Yana iddaolaring ortiqcha. Sendan shunday aqlsizlikni kutmagandim. Laylo indamadi. Shu topda o'zicha haq edi. Shunday odamlar orasida shu muhitda tug'ilganimdan rozi emasman deb o'ylayotgandi u. Erkak bilan ayol deb ajratish qayerdan chiqqan? Odamlar qachon bir-biriga inson sifatida qaraydi? Juvon shu xayollari bilan har chand o'ziga taskin berishga urinmasin, ko'nglining bir chekkasi xijillanib turaverdi. Ko'nglidagi g'ubor ha deganda tarqavermagandi. Qo'l telefondan qandaydir raqamlarni terib qo'ng'iroq qila boshladi. Farida, yaxshimisan o'rtoq? Vaqting qanaqa? Biror joyda o'tiraylik. Juda kayfiyatim yo'q. Biroz chalg'irmidim. Naryoqdan tasdiq javobi bo'ldi chog'i. Laylo telefonini o'chirib kiyinishga tushdi. Oyi, men biror soatlarda qaytaman. Farida bilan ko'rishmoqchiman. Ezilib ketdim uyda. Sajda xola indamadi. Onaning qizdan ko'ngli ranjigani shundoq bilinib turgandi. Dugonasi Layloni o'zlari har gal o'tirib dam oladigan qahvaxonada kutib o'tirgan ekan. Salom alikdan so'ng Farida xavotirli ohangda gap boshladi. Laylosh, nima gap o'zi, tinchmisan? O'zim shunchaki biroz kayfiyatim yo'q edi. Shunga o'tiraylik dedim. Tinchlikka o'xshamaydi o'rtoq. Mendan nimadir yashirishga urinyapsan. Ichingda iztirob bor, gapir. Bo'l, avval sen gapir, keyin men bilganlarimni aytaman. Laylo alam bilan yutinib qo'yib boshini quyi soldi. Aytmasam ham hammasidan xabar topgan ko'rinasan. O'zing gapiraver. Men bir narsani aytgani ham qo'rqib qolganman. Hamma meni noto'g'ri tushunadi. Birov odam sanab meni tushunishni istamaydi. Hamma uchun men yomonman, aqlsizman. Laylo Farida qahvaxona xizmatchisi qo'yib ketgan yaxna ichimlikni idishlarga quya turib gap boshladi. Aslida ham xato qilganing o'zing ham yaxshi bilasan. Meni-ku bor gapdan xabarim yo'q, lekin tunov kuni Nigora o'g'ilchasiga sunnat to'yi qilgan ekan. 5-6 sinfdosh qizlar yig'ilishgandik. Farida shunday deb Layloga zimdan nazar solgandi. Juvon qizarinqirab lablarini qimtib oldi. Laylo, yaxshi ish bo'lmabdi o'rtoq. Layz bilan o'rtangizda qanday munosabat bor bilmadim-u, lekin Dilfuzaning aytishicha, Lazizning xotini oilamizni buzmoqchi bo'lib yuribdi. Erimning hol joniga qo'ymaydi. Erim ham quloqidan telefonini qo'ymay, pana-panalarda shivirlagan. Men u xotinni tinch qo'ymayman, sharmandasini chiqaraman degan ekan. Men g'iybat gaplariga ishonmayman, ayniqsa sen haqingdagi gaplarga. Shuning uchun o'z og'zingdan hammasini eshitmoqchiman. Xo'sh, bu gaplar qayerdan chiqyapti? Nega atrofingda bunaqa fisq va fasod gaplar aylanib yuribdi? Farida gapini tugatmay Laylo xo'ng'irab yubordi. Biroz yig'lab hovuridan tushgach, hozirgi holatiga sabab bo'layotgan vaziyatni dugonasiga gapirib bera boshladi.
Shunaqa degin. Bilasanmi, meni nima og'rintiryapti? Sen shu holatingda ham o'zingni haq deb bilayotganing. Laylo, dugonajon, axir vijdoning qiynalyapti-ku. Sen nima deb o'ylaganding? Erkak bilan ayol hech zamonda do'st bo'libdimi? Ayol uchun sevgani ham, do'sti ham, o'rtog'i-yu yaqin kishisi ham eri bo'ladi. Nahotki shu haqiqatni unutding? Yana Shuhrat aka meni xiyonatkorlikda ayblayaptilar deb eringdan xafa ham bo'lyapsan. Sen xato qilyapsan dugonajon. Eringdan kechirim so'rashing kerak. Bu yerda uning aybini umuman ko'rmayapman. Uzr so'raganim bilan meni to'g'ri tushunarmikanlar? Ular mendan qattiq ranjiganlar. Laylo najot istagandek dugonasiga iltijoli termuldi. Agar istasang, o'zim ular bilan gaplashaman. To'g'ri, xotinning orasiga esini yegan tushadi-yu, lekin harakat qilib ko'raman. Shuhrat aka aqlli, mulohazali inson. Umid qilamanki, ular seni to'g'ri tushunib kechiradilar. Lekin sen ham boshqa bunday ishlarni qilma. Sening hayoting, baxting oilang bilan. Do'st, sinfdosh degan gaplar ortda qolib ketganiga ancha bo'ldi. Unutma, ayolning xatosi kechirilmaydi. Ayolni aqldan adashtirmasin. Laylo ovoz chiqarmaygina dugonasining gaplarini tasdiqladi. Azizlarim, biz sizlarga navbatdagi ibratli hikoyamizni o'qib eshittirdik. Xulosa chiqarish o'zingizdan.